Bugungi kun yoshlari nafaqat o'z sohasining bilimdoni, balki jamiyatda sodir bo'layotgan raqamli transformatsiya jarayonlaridan ham to'liq xabardor bo'lishi davr talabidir. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida tashkil etilgan uchrashuv aynan shu maqsadga xizmat qildi. Yoshlar oyligi hamda payshanba yoshlar kuni tadbirlari doirasida o'tkazilgan ushbu uchrashuvda soha mas'ullari yo'llarda xavfsizlik madaniyatini shakllantirish va yo'l transport hodisalarining oldini olishda yoshlarning o'rni xususida to'xtaldilar. Shuningdek, yo'l harakati sohasidagi qonunchilikka kiritilgan so'nggi yangiliklar haqida atroflicha ma'lumot berildi. Uchrashuvning eng amaliy va qiziqarli qismi esa talabalarning ma'muriy amaliyot markaziga uyushtirilgan tashrifi bo'ldi. Yoshlar bu yerda sohaga joriy etilgan to'liq raqamlashtirilgan va avtomatlashtirilgan tizimning ishlash jarayonini o'z ko'zlari bilan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Xususan, bo'lajak mutaxassislar Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining yagona markazlashgan ma'muriy amaliyot axborot tizimi moduli qanday ishlashini, foto va video radarlar qayd etgan qoidabuzarliklar qanday shakllanishi va fuqarolarga qonuniy tartibda qanday yuborilishi jarayonlari bilan bevosita tanishdilar. Markaz faoliyati bilan tanishish davomida talabalarga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari asosida jarima qarorlarini chiqarish, fuqarolarning murojaatlari va shikoyatlarini yagona darsha tamoyili hamda my.gov.uz portali orqali ko'rib chiqish tartiblari huquqiy jihatdan tushuntirildi. Ayniqsa innovatsion raqamli texnologiyalar yordamida inson omili kamaytirilgani va tizimning shaffofligi yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Ularga xizmat jarayonida foydalaniladigan zamonaviy texnik vositalar, maxsus qurilmalar va nazorat uskunalari namoyish etildi. Xususan, mutaxassislar tomonidan transport vositalarining texnik holatini tadqiq qilish ekspertizasi haqida alohida ma'lumotlar berildi. Yakunda talaba yoshlar o'zlarini qiziqtirgan barcha huquqiy va texnik savollarga soha mutaxassislaridan batafsil javoblar olishdi.